Ramazanda axloqingiz o'zgaradi. Axloq degan insonning jon tomiri, qiyofati va kishilarga taqdim qilingan boyligi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, Ramazon o'zgarish iyidir nomli programmamizning 6-halqasi. Ramazonda axloqingiz o'zgaradi. Axloq degan insonning jon tomiri, qiyofati va kishilarga taqdim qilingan boyligi. Insonlar u kishiga uning jamiyatga taralgan axloq fazilatiga ko'ra hukm qiladi. Inson o'zining axloqiga ko'ra cho'ng bo'ladi, kichik bo'ladi, tuvanga tushadi va yuqori o'rlaydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: inson o'zining go'zal axloqi bilan kechida qiyomda turganning ve gündüzü roz tutqanning darajasiga erishadi. Hasanul Basri rahimahulloh mundaq deydi: güzel axloq degan ochiq chiroy bo'lish, keng qo'rsaqlik bilan yordam berish, aziyatlardan qo'l yig'ish demakdir. Ramazon mushundaq esil xislatlar ve alohidliklarga ehtiyojli. Roz tutish bilan insonning ko'ngli ichiladi. Ramazonning haybati, fazilati, ortiqchiligini his qiladi. Biz buningdan insonning o'zini tuzaltishi, axloq yurish turilishini to'g'ri qilishi ve tilini, sözlerini muhafazat qilishning zarur ekanligini bilamiz. Shuning uchun ro'zador kishi jidal majra qilish, boshqalarga tildashlam qilish qatorliq ishlardan cheklangan. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bayon qilingan hadisda mundaq deyilgan: Ramazonda sizlardan birini bir odam tillasa yoki urushmoqchi bo'lsa, men ro'zador deb javob bersin. Hadisda bayon qilingan mush so'z har qanday jidal majra, talash tortish, ortiq ko'p so'zlardan qo'l uzish va cheklanishga yetarlikdir. Buxoriyda bayon qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: kimki ro'zador turib yolg'on so'z qilish, yolg'on guvohlik berish va nachar ish harakat qilishni tark qilmaydi ekan, u kishining yemak, ichmakni va boshqa ishlarni tark qilib ro'za tutishiningki Alloh subhanahu va taologa hech keragi yo'q. Insonlar ro'za orqali o'zini tutib, axloqini kontrol qilishga erishadi. Ro'zador holatida o'yin tomosha, to'la gap qilish va nachar ishlarni qilish to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun mushu ro'yi holat musulmonlarni axloqini poklash, yurish turishlarini go'zallashtirish, yolg'onchilikdan, tilning ofatlaridan qo'l uzish, tilini nachar so'zlardan saqlashga, doim Alloh subhanahu va taolani yod qilish, foydali yaxshi so'zlarni qilishga chaqiradi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolaga va oxirat kuniga ishongan mu'min yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin. Har qancha qo'pol, yirik odammi Ramazonda tinchlanadi. Allah uchun dili yumshaydi. Tili Allohni zikr qilish, Qur'on tilovat qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Shunga Ramazon vaqti axloqni o'zgartirish va tuvandagi bir qancha ishlarni qilish orqali uni yangidan qurib chiqishning tepilmas fursatidir. Birinchi, musulmon doim axloqi go'zal bo'lishga buyurilgan bo'lsa-mu, Ramazon oyida axloqi alohida go'zal bo'lishi talab qilinadi. Ikkinchi, Ramazonning tabiati o'z sohiblariga tinch bo'lish, temkin bo'lishni, ko'p ochiqlanmaslikni o'lcham qiladi. Shuning uchun Ramazonda chechilib, ochiqlanib yurgan kishi Ramazonning qimmatini bilmagan, uning haybati va lazzatini tatmagan kishidan iboratdir. Uchinchi, bu ishlar ba'zi kishilardan Ramazonning dastlabki kunlarida sodir bo'lib qoladi. Ro'zador kishi tezdan bu ishdan qaytadi. Ramazonning sha'nining yuqori ekanligi, bu oyda sabrchan bo'lish ve iş amalları a'zolarini muhofazat qilishning zarur ekanligini esiga oladi. To'rtinchi, Ramazonning yaxshiliklaridan erishgan ruhiy madad insonni sabrchan bo'lishga tarbiyalaydi. Shuning uchun Ramazon oyi sabr qilish va aziyatlarga bardoshlik berish oyidir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab." Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Ko'pchilik olimlarning qarashiga ko'ra sabr qilguvchilar degan ro'zadorlardir. Sabr degan axloqning shaxchisi va g'olidir. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: mizondagi eng ig'ir narsa go'zal axloqdir. 5. Sabrchanlik, keng qo'rsaqlik va saxiylik degan katta xislatlar bo'lib, bu insonni go'zal oqibatga ilib boradi. Yahya ibn Muaz rahimahulloh mundaq deydi: axloqning kengirligi, güzelligi rizqning xazinasiga o'xshashdir. Allah subhanahu va taoladan bizning axloqimizni go'zal qilishni, ish harakatlarimizni
ve yemek içmeklerimizni pak halaldan qilishni so'raymiz. Allah subhanahu wa ta'ala şu ulug' mübarek ayda hammanglarni axloqi güzel, so'zi güzel, qalbi güzel, taqvodor mu'minlardan bo'lishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.